Agar sizni bemalol bo'lsa, suhbatni boshlayveramiz. Boshladik. Bemalol. Ha. Hop, hammaga yana bir bor salom. Bugun biz Kafka tarjimoni Nafisa Muhammadxo'jayeva bilan gaplashamiz. Bugun asosan uni kimligi, asarlarini, falsafasi va shunga o'xshash bir qancha mavzular haqida gaplashamiz. To'g'risi, men bu suhbatga o'zim shaxsan tayyorlandim. O'sha labirint to'plamidagi ba'zi hikoyalarni o'qib chiqdim. O'zbek tilida bo'lmasa ham siz boshqa tarjimalarga harakat qildim. O'zimda ham savollar bor. Yaxshi tarafi kitobxonlar desam ko'p savol yozishgan. Bunchalik ko'p ketmagandi. Xo'p, suhbatni boshlab olish uchun osonroq savoldan boshlasak yaxshi bo'lsa kerak. Navro'z opa, shu Kafkani tarjimoni bo'lguncha, demak, Kafkani qandaydir unga bo'lgan mehringiz paydo bo'lganda, aynan o'sha mehr paydo bo'lishi qachon boshlangan, qanday boshlangan, qaysi asari sizni Kafkadek tarjima qilmasam bo'lmaydi degan darajaga olib kelgan? Shu haqida gapirib bersangiz xursand bo'lardim. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Suhbatga taklif qilganingiz uchun rahmat kattakon. Savolingizga javob berishdan oldin bitta narsani aytib o'tay. Bu keyingi javoblarim uchun suhbatni asosini tushunish uchun balki yordam berar. Umuman nafaqat Kafkani ayni paytda oxirgi 3 yillik deylik, 3 yillik yoki 4-yil desak ham bo'ladi. Adabiyot, tarjima, badiiyat deylik, badiiy asarlardan ozroq uzoqlashganman. Mana shu Kafkani tarjimasidan keyin bo'lgan bu jarayon o'zi aslida. Va hozirgi kundagi zamonaviy adabiyotdagi tendensiyalar yoki aynan chiqayotgan yangi kitoblar, ular haqida bilib yurgan faol o'quvchilardan emasman. Shundan qanaqadir savollar tug'ilib qoladigan bo'lsa, meni o'zimda yoki bo'lmasam bugungi zamonaviy adabiyot bilan bog'liq biror bir masalalarga bog'lanib ketadigan joy bo'lsa, ozgina meni o'zimga ham yordam berasiz. Xo'p, savolingiz o'ziga keladigan bo'lsak, 2018-yillarda, shu 2018-2019-yillarda aynan adabiyotni mana shunaqa sohalar oqimiga, realistik, absurdizm, keyin surrealizmga qiziqish nimagadir juda ham o'zimda ortib ketgan. Kafkani, Kamyuni yoki bo'lmasa Marsel Prustlarni, Sartrlarni aynan shunaqa ekzistensializmda yoki absurdizmda ijod qiladigan ijodkorlar asarini qidirganman o'zbek tilida. O'qib chiqqanman, ko'rib chiqqanman. Keyinchalik o'zbek tilida topolmaganim hisobiga, to'g'riroq o'zbek tiliga hali to'liq tarjima bo'lmagan-ku baribir. O'zbek tilidagi adabiyotlar o'zimga yetishmagani hisobiga majbur bo'lganman rus tilida o'qishga. Keyinchalik tarjima fikri kelgan, asarni birinchi o'sha tarjima qilganimni o'zida so'zlarni joylashtirishda yoki bo'lmasam gap tuzishda, o'zi umuman matnni tuzish strukturasida sini o'zida qanaqadir shunaqa yangi g'oyalar kelardi, yangi insaytlar kelardi. Bu jarayon yoqardi o'zimga. Menimcha shunaqa holatlardan keyin kirishib ketganman tarjimaga. Aynan Kafka va uni oqimdoshlari deylik, shunaqa yo'nalishdoshlarini asarlariga bo'lgan qiziqish, tarjimasiga bo'lgan qiziqish shunaqadan kelib chiqqan. Tushunarli. Birinchi hali bergan izohingiz yaxshi bo'ldi. Lekin xursand bo'lsak bo'ladi. Deyarli bunga bog'liq savol berishmagan. Men ham sizga o'xshab nisbatan uzoqda yashayman. O'sha zamonaviy chiqayotgan kitoblar, adabiyotlardan o'zimizni va jahon adabiyotdan. Shuning uchun muammo bo'lmasa kerak deb umid qilaman. Kafkaga to'xtaladigan bo'lsak, yana bitta narsani ko'p so'rashganda, qaysi asaridan birinchi bo'lib ko'p ta'sirlangansiz yoki siz uchun hali ham eng yaxshisi, favorite bo'lib turgan deb o'shani ham so'rashgan. Ijodkorlarnimi aynan?
Aynan Kafkani o'zidan. Asarmi? Ha, ha. Kafkani menga asarlaridan ko'ra ko'proq maktublariga qiziqish juda kuchliroq bo'lgan o'sha vaqtda, endi tarjima vaqtida ham. Lekin tarjima qilmaganman deyarli uni maktublarini. Otasiga maktubini o'qiganimda ancha ta'sirlanib yurganman. Yoki bo'lmasam Filitsaga maktublari bor, Milenaga maktublari bor. O'zi umuman maktub janri, epistolyar janr ijodkorni zo'r ochib beradi, chunki baribir u badiiy asar yaratish jarayonida ijodkor menimcha baribir o'zini cheklaydi. Romanlarida deymizmi yoki novellalarida Kafka baribir bermoqchi bo'lgan g'oyasini hisobiga qanaqadir darajada o'zini cheklaydi, lekin maktubda ijodkor o'zini cheklamaydi-da. Unda ko'proq o'sha hissiy tomonlari ochilib berilganini hisobigami, maktublari ko'proq o'ziga tortardi. Otamga maktublari yoqqan, juda ham yoqqan. Uni o'sha to'liq holatda tarjima bo'lmagan o'zbek tiliga ham agar bir to'liq holati, boshqa o'sha tarjima bo'lmagan holatlarini ko'rsak ham Kafkani nimaga bunaqa yozishini, nimaga bu darajada zaifligi, nimaga bu darajada qahramonlari ojizligini sabablarini ham bitta uchini topsak bo'ladi-da, kalavani bir uchini. Va qanaqadir xayrixohlik yuzaga keladi Kafkani o'ziga nisbatan ham maktublarini o'qisangiz. Chunki har qanaqa inson o'zini zaifligini ko'rsatsa, baribir unga nisbatan noroziligingiz ham yo'qolib qoladi-da. Va asaridagi qahramonlariga bo'lgan tushunarsizligingiz ham, savollaringiz yo'qoladi. Shunchaki tushunishni xohlaysiz, bo'ldi. Ya'ni menda maktublaridan keyin shunaqa xulosa bo'lgan. Asarlaridan ko'ra uni maktublari shaxsiyatini ko'proq ochib bergan deb o'ylayman Kafkani. Ha, shunaqa qandaydir asarlarda fikrlashingiz kerak, tahlil qilishingiz kerak, shunga ko'proq e'tibor beriladi. Lekin ayni maktublarda unda ham asarlari chiqadi yo bu maktubni kimdir o'qiydi degan kutuv bo'lmaganda, balki shuning uchun ham haligi uni ichishda o'zi hech qanaqa baribir niqob bo'ladi-yu, kam niqoblar bilan ko'rsatilgan bo'lsa kerak. Keyin otamga xatni man to'liq tarjima qilingan deb o'ylardim, menga ham yoqqandi. Milenaga maktublari ham ba'zi qismlarini tarjima qilishgan. Lekin menga ko'p yoqadigan o'sha. Lekin Felitsiyani men bu suhbatga tayyorlanish davomida bildim. Uni ikkita o'sha nima deyishimiz mumkin, sevgan odam bo'lgan ekan. Men faqat Milena deb o'ylar ekanman. U xatlarni ham o'qishga harakat qilaman. Hozir shu paytda bitta savolni eslab qoldim. Bitta kitobxonimiz so'ragandi. Kafkani mana shunday darajaga kelishda uni otasini ta'siri katta va uni qandaydir ojizligini va qandaydir ruhiy muammolar borligini bilamiz. Xo'sh, uni mana shu darajada san'at yozishda, asarlar yaratishda uni dardi bo'lgani asosiy sabab bo'lganmi yoki otasi odatiy otalardan bo'lsa, uni o'sha ruhiy kasalligi bo'lmasa hozirgi Kafkani ko'rmasmidik degan savol berilgan. Shunga nima deysiz? Xo'p, bir tomondan qaraganda to'g'ri. Ya'ni ijodkor ijodini ko'taruvchi narsa dard, iztirob deyishadi. Lekin dard, iztirob hammada bor. Faqat unga qaraydigan prizmamiz ijodni shakllantirib berishi mumkin. Qanaqa prizmadan qarashimizga bog'liq. Men o'ylayman, agar Kafkani otasi tipik mehribon ota bo'lgan taqdirda ham Kafka baribir qanaqadir muammo topardi deb o'ylayman. Ya'ni bir tomondan to'g'ri. Misol uchun Kafka birinchi hali ongi to'liq shakllanmasdan turiboq ya'ni konfliktga tushgan personaj, oilasini o'zida konfliktga ega bo'lgan personaj bo'lganini hisobiga ham bu iztirob zaxirasi deylik, iztirob bagaji bor. Iztirob zaxirasini boyitib boravergan va o'sha iztirob zaxirasi ko'pligi bir tomon bo'lib, bu yoqda uni ifodalab berish zehniyati bir tomon bo'lib, shunaqa bir fikrlatadigan yaxshi bir asarni vujudga keltira olgan. Ya'ni otasi faktorlardan biri xolos deb o'ylayman. Asosiy faktor deb o'ylamayman. Lekin o'sha
poydevorida, ya'ni ilk bolaligidanoq birinchi konfliktini manbai otasi bo'lganini hisobiga ham bu yaxshigina ta'sir qilgan. Ya'ni o'zi shunaqa tushuncha bor. Mana tashqariga chiqarilmagan g'azab, tashqariga to'liq chiqarib yuborilmagan g'azab o'sha ichida qolib ketaverishi natijasida buni ijodga sublimatsiya qilib yuboradi, ya'ni energiyasini ijodga ko'chirib yuboradi. Bu narsa ijod orqali Kafkaga yengillashish imkoniyatini berganda, shuning uchun shuni hisobiga ham Kafkaga yozilayotgan asari, uni qanaqa daromad olib kelishi, uni o'quvchilar qanaqa qabul qilishi, uni badiati qaysi darajada bo'lishi, hatto asarini tugallanmasligini ham ahamiyati bo'lmagan, chunki ba'zi bir asarlar tugallanmagan uni. Ya'ni undagi maqsad o'sha ichidagi g'azab deymizmi, nafrat deymizmi, yillar davomida qolib ketgan alamini yozish orqali chiqarib olish bo'lgan deb o'ylayman. Shu otasidan qolib ketgan alamlarini yoki keyinchalik qo'shilgan o'sha jamiyatdan orttirilgan alamlarini ijod orqali chiqarib olish bo'lgan asosiy maqsadi deb o'ylayman. Bu ustiga ham o'sha Max Brodga ham vasiyatida yozgan-ku, kitoblarimni yo'q qilib yuborgin. Ya'ni qolishi shart emas degan mazmunda. Mana shulardan xulosa qilib aytsak bo'ladi. Orada o'zi eshitilmay qoldi, mavzuda xulosa qilayotganimiz. Yoki faqat menda shunday bo'lyaptimi? Endi eshitilyaptimi ovozim? Ha, endi kelyapti. Demoqchi bo'lganim, otasi bo'lmagan taqdirda ham jamiyat bilan bo'lgan kontaktlardan ham ya'ni shunaqa asarlar yarata olardi deb o'ylayman. Hozir yaxshi javob bo'ladi. Biri o'q bilan Qur'onni o'rgandek bo'ldi, chunki men shu bilan bog'liq savolim tuzgan. Xullas, men ChatGPT bilan suhbat qilganda bitta ma'lumot topdim. Endi buni tekshirmadim. Xullas, uni aytishicha, u kundaliklarda 2 marta mana shu adabiyot yozish haqida shunday yozgan ekan. Kundaliklarda yozish ibodatning bir shakli. Boshqa bir joyda esa men adabiyotdan yaratilgan boshqa hech narsa emasman degan ekan. Men shunda yana so'ramoqchi bo'lgandim. Ha, Kafkaga yozish davo bo'lganmi yoki og'riqmi? Chunki hammasi qandaydir ko'rsangiz qahramonlari azoblanayotgan, savoliga javob topa olmayotgandek tuyulayotgandi. Menimcha javob berdingiz. Agar qo'shimcha javob qo'shmoqchi bo'lsangiz shu savolga. Qahramonlar haqida ozgina qo'shimcha qilishim mumkin. Kafkani shaxsiyati sifatida shaxsiy tomondan da'vo bo'lgan deb qarasak bo'ladi. Chunki yengillashgan va aytadi o'zi asar yozish jarayoni ham kundaliklarida yozadi. U uchun juda yoqimli bo'lmagan, titroq bilan yozardim deydi. Ya'ni eslasangiz ham bir bezovtalik his qilasiz-ku o'sha iztiroblarni. Shunchaki eslab qayta yashagandek bo'lib, ruhiy tomondan ham bir bezovtalik his qilasiz-ku. Mana shu narsalarni mevasi deb o'ylayman-da, o'sha o'zidagi tashqariga chiqmagan iztiroblarni eslash natijasida shunaqa titroqlar bilan yozgan deb o'ylayman. Qahramonlariga keladigan bo'lsak, qahramonlarini u baribir aql bilan shakllantira olganda, u faqat o'zidan hissa olmagan, o'zidan ulush bilan shakllantirmagan personajlarni, ya'ni lirik qahramonlari har doim ham o'zi bo'lmagan. Har doim ham bu Kafkani o'zini shaxsiyati, Kafkani yoshligi deb ayta olmaymiz. Qaysidir joylarda u chiroyli metaforalar bilan ham shakllantira olgan. Chunki ahamiyat bersak, ular yaxlit bitta shaxsiyat emas asarlarida. Personajlar yaxlit bir shaxsiyatni ko'rsatmaydi. Hatto ularni ismlari ham yo'q ko'pida yoki bo'lmasam to'liq emas, K deb yozib qo'yadi.
yoki bo'lmasam umuman mutlaqo ism ham bermaydi ularga. Nom yo'q degani mavjudlik yo'q degani. Ya'ni shakli yo'q degani. Shakli yo'q bo'lgan narsani tushuntirish mutlaqo imkonsiz. Shundan qahramonlari butun bir boshqa asarlardagi qahramonlar birlashgandagina qanaqadir bir tushunarliroq tushunchani ko'rishimiz mumkin-da. O'shandagina biror bir yaxlit ma'noni topsak bo'ladi. Alohida qaragan vaqtimizda bitta logikaga asoslangan, qanaqadir mantiqqa asoslangan xulosani ola olmaymiz qahramonlari orqali. Biroq baribir o'sha Kafkani o'zidagi qanaqadir xususiyatlardan parchalarni topsak bo'ladi qahramonlarda ham. Lekin 100% bu o'zi yoki o'zini tipik ko'rinishi deb tushunish to'g'ri bo'lmasa kerak. Hozir yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Ya'ni bizni hozir eshitayotganlar, keyinchalik eshitayotganlar orasida qandaydir Kafkani o'quvchisi bor, Kafkani hali o'qimagan odam bor. Shu Kafkani o'quvchilari ham qandaydir xayoliy ma'noda, ramziy ma'noda deylik levellari bo'lsa, deylik birinchi levelda evrilishni o'qigan, deylik jarayonni o'qiganda qolgan asarni o'qimagan. Yoki ikkinchi levelda qo'rg'onni o'qigan, bazilkalarni o'qigan, keyin uchinchi level ham bor deylik. Mana shu boshida bitta ikkita kitobdan Kafkani deylik faqat shunday mavzuda yozadi, deylik byurokratiya, begonalashuv, odamni o'zini jamiyatda topolmasligi, faqatgina mana shu mavzu atrofida yuradi deb o'ylash mumkin-da. Aynan evrilishda deylik o'qib, shu narsani tushunib. Siz mana tarjimon sifatida bir nechta uni hikoyalarini o'qib chiqib, bir necha marta uni endi istaysizmi yo'q tarjimon sifatida o'qishga majbur bo'lasiz, boshqachalik chuqurroq tahlil qilish imkoni bo'ladi. Hop, mana shu bazangizga kelib chiqib, siz Kafkani qanday yozadi deb o'ylaysiz? Ya'ni qaysi mavzularda yozadi va qaysi uslubda yozadi? Tushunarli. Agar aniq bir nom bilan adabiyotshunoslik nazariyasidan qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir oqimlarga, ma'lum bir yo'nalishlarga oid baribir endi uni ba'zi bir adabiyotshunoslar absurdizm vakili deydi yoki shunga o'xshash o'sha izm, qanaqadir izmlar bilan nomlashadi baribir. O'zi mutlaqo qaysidir ijodkorga yoki qaysidir asarga ijodkorga nisbatan misol uchun yaxshi yozadi yoki saviyali yozadi degan tamg'a berish, tamg'ani bosish noto'g'ri. Meni o'zimni qarashimda. Kafkani o'ziga keladigan bo'lsak, hamma ham Kafkani o'qishi shart emas deb o'ylayman men. Kafkani o'quvchisi qanaqadir yo'l bilan baribir Kafkaga boradi qachondir deb o'ylayman. Chunki Kafka qo'yayotgan savollarni hech bo'lmasa ichidan o'tkazgan biror bir odam bor bo'lsa, Kafkada to'xtab o'tadi. Bu savollar umuman xayoliga ham kelmagan, yashash modeli boshqacha bo'lgan odam Kafkani bir ko'rib o'tganda ham unga qanaqadir qiziqish bilan yoki bo'lmasam uni ichidan nimadir ola olaman degan bir maqsad bilan uni o'qishiga ishonmayman. Aynan yozishiga yoki bo'lmasam o'sha qaysi oqimda yozishiga to'xtaladigan bo'lsak, men o'zimda qanaqa bo'lgan, men faqat Kafkaga emas, o'sha boya aytganimdek o'sha oqimdagi ijodkorlarga qiziqib qolganman. Nimaga? Chunki Kafkani yoki o'sha ijodkorlarni o'qiyotgan davrimda men o'zimni ham xuddi shunaqa absurdizmga bog'liq bo'lgan, hayotda ma'nosiga bog'liq bo'lgan savollarim bo'lgan o'zimda. Ichkarida hayot mazmuni nimada, yashash ma'nosi nimada degan savollarim bo'lganki, ularni asarida shu narsani ko'rib, men to'xtab qolganman ularning asarlarida. Lekin bu savollari mavjud bo'lmagan, bu narsa ichida bunaqa savollari bo'lmagan, bu narsani qidirishdan hech qanaqa mantiq ko'rmaydigan odamlar uni tushunishga urinib yoki bo'lmasam uni asarlarini baholab, uni ichidan nimadir topaman deb o'ylashi ham sal noto'g'ri. O'zimman Kafka asarlarida nimadir topilishiga ishonmayman. Kafka asarlari bizga faqat mesej berishi mumkin. Ichimizdagi savollarni
savol tariqasida shakllantirib berish mumkin. Hali o'zimiz ham tushunmagan ma'nolarni savol ko'rinishida chiqarib beradi bizga. Ya'ni xulosa qidirish noto'g'ri demoqchiman. Undan qanaqadir axloqiy yoki tarbiyaviy biror bir g'oyalarni izlash Kafkaga nisbatan o'quvchini o'zini hafsalasini yo'qotib qo'yishi mumkin. Va shuni hisobiga yaxshi yoki yomon degan tamg'alarni bosib qo'yadi. Lekin o'sha vaqtlarda o'sha 3-4 yil oldin ham deylik, bunaqa absurdizm vakillarini asarlarini o'qish qanaqadir tendensiyaga o'xshab qolardi. Ya'ni bunaqa falsafiy fikrlashga ehtiyoji bo'lmagan insonlar ham Kafka yaxshi yozar ekan, Kafka modernist ekan, Kafkani o'qigan odam boshqacha odam ekan degan g'oyalar bilan ham Kafkani yaxshi ko'rayotgandek ko'rsatishga urinish ham noto'g'ri. Ehtiyoj bo'lmasa o'qish shart emas degan narsani aytmoqchiman. To'g'ri tushundim. Keyin Kafka emas, umuman adabiyot, san'atni hech bir shakli kimdirga axloqiy dars berish yoki ma'naviy nima bersa xato deb o'ylayman men. Keyin hozir bitta narsa so'ramoqchiman, yodimga ko'tarilgandi. Men eslab olgunimcha bitta narsa so'ramoqchi edim. O'zim sezganmisiz yo'qmi? Shu YouTube'da men ko'p ko'raman, hozir Instagramda ham ko'payapti, Telegramda ham ko'payapti. Kafka va Dostoyevskiy trendi paydo bo'lgan. Sezgan bo'lsangiz, hamma ularga taqlid qiladi, ularning iqtibosini ulashadi. Ularni ko'zda dunyoni ko'rsatayotgandek harakat qiladi. Shunda Kafka hali ham bizni bezovta qilayotgani sababi ular u bergan savollar hali ham asosiy savollar va hali ham tirik savollar bo'lgani uchunmi yoki buni ortida boshqa sabablar bormi? Nima deysiz mana shu trend paydo bo'lishi hali ham davom etayotganiga? Ha, tushundim savolingizni. Instagramlarda yoki Facebooklarda qanaqadir parchasini berib qo'yadi, iqtibos deylik, iqtibos keltiradi Kafkadan. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ba'zi bir joylarda u iqtibos Kafkaga tegishli ham bo'lmaydi yoki bo'lmasam mutlaqo noto'g'ri tarjima qilingan bo'lishi mumkin. Yoki boya aytganimdek Kafkaning o'ziga mansub bo'lmasligi ham mumkin. Bilmadim, men kuzataman shunaqa o'zbek segmentida, kitobxonlar orasidagi segmentda Dostoyevskiy, Kamyu, Kafkalarni populizm deylik, o'sha odamlar orasida, intelligensiya orasida mashhurligi uchun o'qishga urinadiganlar borda. Savollarning aktualligi bor, haqiqatda yaxshi yozilganligi uchun ham savollarning aktualligi yo'qolmaydi. Zamon o'tsa ham o'quvchisi har doim topiladi. Lekin har doim ham ya'ni o'sha savol insonni hamma umr bosqichida ham aktual bo'lishiga ishonmayman. Ya'ni Kafka o'rtaga qo'yayotgan savol deylik, meni 20 yoshimda bezovta qilgan bo'lsa, hozir savollarim o'zgargan bo'lishi tabiiy va u har doim ham Kafkadan topilmasligi mumkin. Men boshqa ijodkordan o'sha savollarimni topayotgan bo'lishim mumkin. Shuni hisobiga butun umr insonni savollarini faqat Kafka orqali topish mumkin degan g'oyaga ishonmayman. Lekin qaysidir joylarda shu haqiqiy o'quvchisi bo'ladi va o'sha savollarini ko'radi, lekin biza ko'rayotgan, mediada ko'rayotgan hamma o'sha Kafka bilan, Dostoyevskiy bilan bog'liq bo'lgan trendlar ham har doim ham o'sha ichkaridan chiqayotgan ehtiyoj, ichkaridan chiqayotgan savollar natijasi deb o'ylamayman. Shunchaki bu qaysidir joylarda o'zini intelligensiya vakili sifatida ko'rsatishi bitta unsuri bo'lib qolgan deb o'ylayman. Tushunarli. Endi men o'zi ko'proq sizni o'sha tarjimonlik jarayoni, tarjimonlik faoliyati haqida gapirmoqchi edim. Kafkani o'zi haqida yana falsafasi haqida savollar bor. Unga o'tishdan oldin tarjima borasida birikda endi tarjima boshlayotganlar ham savol bergan ekan. Birinchi navbatda shuni so'ramoqchi edim. Eng oddiy savol, Kafkadek murakkab yozuvchini o'zbek tiliga tarjima qilish qanday qiyinchiliklari bor ekan?
qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz mana shu yo'l davomida? Tushunarli. O'zimni tarjimon sifatida bilmayman, u vaqtda ham tarjimon sifatida ko'rmaganman, lekin boya aytganimdek, tarjima jarayonida gaplarni shakllantirish strukturasi, bitta so'zni gapni boshida qo'llasam qanaqa ma'noyu gapni o'rtasida qo'llaganimda qanaqa ma'no chiqayotganligini ajrata olganligim, o'sha ajratganimdagi o'sha xulosalar shunaqa bir zavq berardiki, bu yoqardi menga. Va Kafkani, aynan Kafka tarjimasida uni men o'zim ham asliyatdan o'qimaganman, ya'ni asliyatdan tarjima qilmaganman. Rus tilida o'qiganimdan keyingi o'zimni his qilishim bilan, xulosalarim bilan o'zbek tilida, ya'ni boshqa tarjimonlarimiz o'sha Kafkadan qilgan tarjimalarni o'qiganimdan keyingi xulosalarim boshqacha bo'lardi. Ya'ni tushunganmanki, til, ya'ni turli xil til ma'noni, bu bitta asosiy ma'no bo'lsa ham turlicha yetkazib beradi baribir. Va bu shunchaki bir urinish bo'lib ko'rgan va o'sha 100% deylik, 100% o'sha ma'noni qamrab bera oladigan so'zni qidirish jarayonlari ham, uni topgandagi o'sha miyangizdagi qoniqish hissi menimcha o'sha tarjimasiga olib borgan. Men boshqa ijodkorlar unaqa tarjima ham qilmaganman, chunki aynan o'sha Kafkani asariga, Kafkani falsafasiga berilganim o'zi o'sha tarjimasiga yetaklagan meni. Va shuni ketidan o'sha bitta kitobga yetgulik hikoyalari chiqqan hisobiga keyin kitob qilib chiqarish, kitob qilib nashr qilish fikri chiqqan. Lekin alohida tarjima jarayoniga tarjima qilishim kerak degan g'oya bilan qaramaganman. O'zim umuman boshqa ijodkorlarni maromiga yetkazib tarjima qila olishimga ham o'sha vaqtda ishonmaganman, chunki g'oyasini ichida yashayotganligim uchun, uni savollari meni ham bezovta qilayotganligi uchun, falsafasiga o'sha davrda fikrlashim yaqin bo'lganligi uchun bu narsa menga unaqa qiyinchilik ham tug'dirmagan. Ya'ni qiyinchilik joylari ham bo'lgan albatta til borasida, lekin bu narsa ko'rinmagan ko'zimga. Kafka emas, o'zimga mos tushmaydigan boshqa bir ijodkorni tarjima qilgan vaqt, mabodo shunaqa qilgan bo'lganimda, tarjima qilgan bo'lganimda, ana unda qanaqadir qiyinchiliklarga baribir ko'proq duch kelardim deb o'ylayman hozir. Ya'ni g'oyaviy jihatdan o'zingizniki bo'lgan ijodkorni topolsangiz, tarjima yengilroq kechadi. Men nazarimda. Tushundim. Demak, siz tarjimani boshlayotganda, tarjima qilayotganingizda jarayon ko'proq o'zingizga bog'liq bo'lgan. Ya'ni kimdir mana shu kitob o'zbek tilida bo'lishi kerak, sizda ham shu motiv bo'lgan, lekin birinchi motiv shu narsani ichiga ko'proq kirish, shu narsani yaqindan yaxshiroq tushunish motiv bo'lganda. Shunaqa ijodkor bilan o'zingizda uyg'unlik topolsangiz, yengilroq kechadi jarayon. Aytgancha chat boshida aytishni unutibman. Navro'z opa o'sha labirint hikoyalar to'plamini tarjima qilgan, uni kanalda ham yozdik-ku. Uni ichida shu Kamyuni bitta esseyi bor, keyin bir nechta hikoyalari bor. Hali men Xitoy devri qanday qurilgan hikoyasini tarjima qilganingizni bilmasdim, lekin ingliz tilida o'qib ko'rgandan keyin o'zbek tilida bo'lishi kerak deb o'ylardim. Xursand bo'ldim ko'rib. Qolgan tarjimalarni ham guruhda ba'zilarini o'qishdi, adashmasam tahdid ham yozishdi. O'zingizni professional tarjima sifatida bilasizmi yo'q bilmadim, lekin shaxsan meni fikrim va bu yerda sizni tarjimangizni o'qiganlar hozircha tarjimani yaxshi deb baholashgan. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Rahmat kattakon. Xo'p. O'z birdaniga mana shu javobingizni ikkita savolni minus qilsak bo'lar ekan, chunki deyarli ularga savol javob berildi. Oldinlar Nima uchun ketding. aynan lekin yaxshi, hozir vaqtdan yutyapmiz, chunki savollar ko'p. Nima uchun mana shu asarlarni tanlagandingiz yoki qaysi biri qiyin bo'ldi degan savollar ham bor edi-da. Yaxshi bo'ldi, bittada tushunib oldik. Endi mana bu savolga nima deysiz? Jahon va o'zbek adabiyotidagi qaysi mualliflarni Kafka ruhiga, kayfiyatiga yaqin deb bilasiz?
hali o'zizam Kafka ruhiyatidagi yozuvchilar deysiz-ku, aynan qaysi birlari deb o'ylaysiz Jahon O'zbekda? Xo'p, aynan ruhiyatidagi desam, o'zi aslida agar aytib o'tishga arzigulik ijodkorlar tilga olinsa, agar u bir-birini g'oyaviy jihatdan bir-birini takrorlaydigan bo'lsa, ular baribir yo'qolib ketadi-da davr o'tgani sari. Man tepada tilga olib ketgan ijodkorlar ham oqim jihatdan yoki bo'lmasam yo'nalish jihatdan bir guruhga mansub bo'lsa ham, baribir ular boshqa falsafalarni olib chiqqan ijodkorlar hisoblanadi. Masalan, yuqorida o'sha Kamyuni aytgan bo'lsam ham, Kamyu bilan Kafkani g'oyasi, Kamyu bilan Kafkani qahramonlarini o'rtasida farqlar katta. Qachonki Kafkani g'oyasini takrorlash boshlangan taqdirda ham bor unaqalar ham. Misol uchun Pelevin degan ijodkor bor. Men uni Kafkani balki g'oyadoshidir, balki taqliddir, bilmadim, lekin men uni o'sha bir o'qib ko'rganimdan keyin deyarli o'qimaganman, chunki ehtiyoj sezmaganman. Uni g'oyalarini undan oldin boshqa ijodkorda ko'rib bo'lganligim uchundir balki. Qachonki original o'ziga xos, ya'ni boshqa ijodkor soyasi bo'lmagan qanaqadir ijodkorni o'qisagina unda qolishimiz mumkin-da, uni o'qishda qolishimiz mumkin. Shunchaki umumiy qanaqadir g'oyalar bo'ladi. Misol uchun deylik, o'sha tepada aytib ketdim, absurdizm desam, Kamyuda ham absurd falsafasi yuqori o'rinda, Kafkani o'zida ham absurd falsafasi yuqori o'rinda, lekin qahramonlari o'sha absurd g'oyasiga qanaqa yondashishiga qarab baribir farqlanib qoladi-da. Masalan, Kamyuni personajlari yoki Kamyuni g'oyasi o'sha absurdni qabul qil va yashashda davom et degan g'oyani bersa, Kafkada unaqa ideologiyani ko'rmaymiz. Kafkani asarlaridagi qahramonlarning o'zi yo'q, asar boshidan o'sha qanaqadir mantiqsizligi, qanaqadir ma'nosizligi, aybdorlik hissini oldindan qabul qilib bo'lgan personajlar bo'ladi. Kamyuda hali qabul qilmagan, hali qanaqadir isyonlari bor bo'lgan personajlarni ko'rsak, Kafkani personajlarida umuman isyon dinamikasini ko'rmaymiz. Birorta personaji qarshilik qilgani yoki isyon qilganini kuzatmaymiz-da. Ular oldindan tan olgan, oldindan qabul qilgan zaifligini, ilojsizligini va shunga qarab qanaqadir keyingi hayotini davom ettirayotgan personajlarni ko'ramiz. Ya'ni munosabat turlicha, g'oya oqim bitta bo'lgan taqdirda ham, muammolari bitta bo'lgan taqdirda ham turli munosabatni beradi. Turli xatti-harakatlar, turli xarakter bilan beradi personajlarini. Shunga ko'ra aynan g'oyadoshlarni ko'rmayman, lekin Kafkadan ta'sirlangan yoki Kafkani o'zi ta'sirlangan ijodkorlar bo'lishi mumkin. Ular mutlaqo boshqa oqimda, boshqa yo'nalishda ijod qilsa ham, deylik, Dostoyevskiydan ta'sirlangan deyishadi. Lekin personajlari, g'oyalari har xil. Ya'ni ular ta'sirlangani bilan badiiyatni yetkazib berish, g'oyani yetkazib berish, savolni yetkazib berish yo'li har xil bo'lganini hisobiga alohida bitta fishka bo'lib ajrala olgan ijodkorlarda aynan ekvivalent sifatida mana bu Kafka bilan bir xil g'oyani olib chiqadi deb qanaqadir ijodkorni ko'rsata olmayman. Oqim bir bo'lgan taqdirda ham ularni podachasi deydi-ku, qarashi har xil men uchun. Tushunarli, taxminan men shunday javob kutgandim, lekin qolganlarga menimcha tushunarli bo'ldi. Hozir Kamyuga ham to'xtalib o'tdingiz-ku, men suhbatdan oldin oxirgi kanalga tashlangan esseni o'qib chiqdimda, keyin bitta joyini o'qib, o'shani so'rayman deganim, qaysidir manda javob berdingiz. Xo'p, o'sha joydan bitta jumlani o'qing, kontekst berish uchun. Xo'p. Kamyu shunday yozadi: uning asarlari insonlar uchun odamlardan uzoqlashib qolgan va hayot o'limning qo'rqinchli alifbosi sifatida ko'rinayotgan vaqtda dunyoning mana shu qaram-qarshiliklari umid va ishonchga sabab bo'la oladigan darajada universaldir. Aslida absurd asarlar universal emas, tabiiyki. Yani shu yerda Kamyu demoqchi bo'lgan narsa
u har doim qutulish yo'qdek yozadi, ya'ni Kafkani ayta turib doim qutulish yo'qdek yozadi, lekin shunga qaramay umidning o'zi hamon mavjud demoqchi bo'lganmi Kamyul shu yerda? Oxirgi gapingizni takrorlay olasizmi? Men sal yaxshi eshitolmay qoldim. Oxirgi gapingizni. Ha 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 ha. Ya'ni Kamyul demoqchi bo'lgan narsa, garchi ham Kafka qutulish yo'li yo'qdek ko'rsatsada, lekin shunga qaramay oxirida umid bor degan xulosani beradimi? Man shu nimadan parchadan shuni tushungandimda, ya'ni Kamyu o'ylaydiki Kafka umid beradi deb. Va siz bunga qanday qaraysiz? Kafka umid beruvchimi yoki umidni yo'qotuvchimi? Tushunarli. Endi tushundim savolingizni. Kamyu aynan hozir bu keltirgan kontekstdan emas, boshqa bir fikrlariga ham asoslanib hozir javob beraman. Kamyuda Kafkaga nisbatan shunaqa bir fikr deylik, norozilik emas, fikr deylik. Kafkani asarlaridagi Kamyuni personajlari boya aytganimdekki, ular vaziyatni qabul qiladi. Boshidanoq o'sha absurdni qabul, birinchi o'sha absurdni tan olish kerak deydi, lekin ularda isyon bor. Kafkada oldindan qabul qilgan personajlar, ya'ni hayotni ma'nosizligini oldindan qabul qilib hech qanaqa isyon bildirishga ham hafsalasi yo'q bo'lgan personajlarni ko'ramiz. Agar ahamiyat bersak, ko'p asarlari xulosasiz yoki yakunsiz yoki tugallanmagan, deylik, tugallanmagan qolganini Kamyu shunaqa talqin qilganki, Kafka bularni ataylab qiladi. Ya'ni atayin asarni tugatmaydi. Buni personajlari hayoti, keyingi hayoti mavjudligini yoki bo'lmasam keyingi umidi borligini ko'rsatish uchun atayin yakunlamaydi degan xulosalarni beradi. Buni o'zi bir norozilik sifatida yozib o'tadi bir Kamyu bir maqolalarida yoki kundaliklarda deymizmi. Ya'ni asarlarni tugallamasligini Kamyu shunaqa talqin qilgan. Qanaqadir ma'noda, ya'ni umid mavjud deb qaragan, umid mavjud degan g'oyani beradi deb talqin qilgan Kamyuni o'zi. Boyagi universaldir degan fikri, o'sha kontekstdan olingan universaldir degan fikri, Kafkani qahramonlarini o'zini his qilishi, garchi u absurd asar bo'lsa ham, absurd asar universal bo'lmasa ham, uni personajlari his qilayotgan hissiyotlar, og'riqlar, bular har doim boshqa odamlarda ham boshqacha shaklda bo'lsa ham uchraganini hisobiga u har doim universal bo'lib qoladi. Kafka asarlaridagi personajlardagi iztirob boshqa bir odamda ham bor degan ma'noda universal deb yozgan. Kafkani personajlarida boya siz aytgandek byurokratiya bilan, hokimiyat bilan, jamiyat bilan qanaqadir konfliktli bo'lgan taqdirda ham bu hokimiyat faqat u siyosiy tusdagi hokimiyat emasda. Bu hokimiyat insonni erkinligi, insonni shaxsiyatini ustidan hukmronlik o'rnatadigan har qanaqa tushunchaga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Ya'ni bizning erkinligimizni cheklashi mumkin bo'lgan va bizni erkinligimizni cheklaganda biz his qiladigan narsalarni Kafkani personajlari ham his qilganda o'sha asar davomida. Mana shu jihatdan ularni his qilayotgan iztiroblar, ular his qilayotgan og'riqlar bugungi kun insonida ham, bugungi zamonaviy insonda ham borligi jihatdan u har doim universal bo'lib qolaveradi. Ya'ni insonning erkinligini cheklash to inson tug'ilgandan beri bor bo'lgan muammo, asosiy muammolardan bittasi bo'lib qoladi. Shu jihatdan universal demoqchi. Umid borligini shu katta ehtimol bilan asarlarini yakunlamasligiga bir fikr sifatida talqin qilgan Kamyu. Endi yaxshiroq tushundim fikrni. Men buni so'rashimdan boshqa maqsadim bor edi. O'tgan hafta Kafkada shu kanalda hamma har xil kitobxonlar bilan suhbat qildikda. Keyin ularni ko'pchiligi aytgan narsa, oydonlar deyarli hamma hikoyasini o'qib chiqishdida. Xullas ularni umumiy tajribasi shuni aytyaptiki, Kafkani doimiy o'qish odamni depressiyaga tushirtirar ekan, ya'ni hayotni faqat qora taraflarini ko'rishga majburlar ekan degan xulosani aytishda, menda ham hali ishonqiramay qaraganim, keyin sizdan so'raganim, ya'ni rostdan ham umidni yo'qotadigan yozuvchimi yoki
ehtiyot bo'lish kerakmi ma'nosida? Bu o'qiyotgan o'quvchini dunyoqarashiga bog'liqda. Boya aytdim-ku, agar ichkaridan ehtiyoji bor bo'lsa, shu savollar o'quvchini o'zida ham yashayotgan bo'lsa, u baribir qachondir Kafka asarlarini baribir uchratadi, unga o'zi boradi. Ya'ni yoki bunaqasiga aytaylik, Kafka asarlari uni o'sha o'quvchini o'zini topib keladi-da baribir. Lekin doimiy o'qish degan tushuncha, man doimiy Kafkaga ehtiyoj sezilishiga ishonmayman. Man bir vaqtlar o'zim shu darajada Kafkani yutoqib o'qigan odam sifatida, ya'ni Kafkaga shu darajada savollarida o'zimda uyg'unlik topa olgan odam sifatida man tarjima qilgan taqdirimda ham oxirgi mana necha yil o'tdi oradan, hozir unaqa ehtiyoj bilan, hozir unaqa savollar bilan xohlasam ham murojaat qila olmayman Kafkaga. Ya'ni hozir o'qiganimdagi insaytlar bilan u davrdagi insaytlari turlicha bo'ladi. Doimiy o'qishni o'zi savol tug'diradi odamda. Nimaga men bu ijodkorga nisbatan o'zimda doimiy ehtiyoj sezyapman degan savolni paydo qiladi odamning o'zini ichida. Ya'ni muammo depressiv kayfiyat chiqarib kelayotganligi Kafkani yozgan asarlarida emas, Kafkani yozgan asarlari ichingizdagi ba'zi bir savollarni uyg'otib yuborayotganligida. Ya'ni o'zingizda shunaqangi bir savollar bo'lganki, Kafka asarlari narsani uyg'otib yuboryapti. Mana o'zimda ham deylik o'sha tarjima vaqtida yoki tarjimadan keyin faqat Kafkaga nisbatan emas, adabiyotga nisbatan reallikdan, real hayotdan uzoqlashtirib qo'yayotganligi uchun qanaqadir bir ichki isyon bo'lganda adabiyotga, asarlariga nisbatan. Lekin hozir shuni tushunamanki, Kafka asarlari odamda bir tozalanish, qadriyatlarni yangilab olish imkoniyatini beradi. Sizni to'liq mana bu narsa to'g'rimi degan, men shuncha yildan beri tayanib yashayotgan qadriyatlarim o'zi asoslimi degan savolni shundoq o'rtaga qo'yadi-da, sizni shu savol bilan yolg'iz qoldiradi. O'ylaysiz, butun bir qadriyatlaringiz balki puch, balki asosliligini o'ylaganingizdan keyin bir yangilab olishga ehtiyoj seziladi. Ya'ni Kafka asarlari yoki umuman absurdizmga asoslangan asarlar sizni yashash qadriyatlaringizni modelini bir yangilab beradi. O'zingiz ongli holatda tanlaydigan yashash modellaringizni yaratib beradi. Menga aynan shu jihatdan yordam bera olgan deb o'ylayman. Zo'r. Menimcha yaxshi javob bo'ldi. O'quvchi o'zi tanlaydi, ya'ni kerakmi? Alborsdagi fikringiz to'g'ri. Ya'ni vaqti bo'lganda, rostdan kerak bo'lganda o'sha hamma o'qish ham shart emas degan fikrga men ham qo'shilaman. Lekin javobingizni yaxshi tarafi Kafkani nega o'qish kerak, qanday foydasi bor degan savoliga ham yaxshi javob bo'ldi. Tushunishga keling, uni maktublarni ko'proq yoqqan deysiz-ku, shu maktub bo'yicha bitta savol bor edi. Aynan uni Felisiyaga ham, keyin Mileniyaga maktublarda ham ko'rsak, unda sevgini qandaydir ideal ko'rinishi bor-da. Bunga munosabati ham. Siz nima deb o'ylaysiz? Aynan uni ideali rostdan juda haddan ortiq idealmi yoki u shunchaki reallikdan uzoq bo'lganmi? Ya'ni uni sevgi haqidagi fikri, tushunchasiga qanday baho berasiz? Tushunarli, tushundim savolingizni. Mana siz aytdingizki, hozir Kafkadagi o'sha idealizmni hozir uni muhabbati bilan, sevgisi bilan hozir bog'ladik-da. O'zi umuman Kafkada nafaqat u muhabbat mavzusida, sevgi mavzusida, butun hayotga nisbatan ideal qarash mavjud bo'lgan deb o'ylayman men. O'zi umuman Kafka yoki eng depressiv odamlar deylik, eng depressiv odamlar, juda chuqur tushkunlikka tushib ketadigan odamlar, depressiyaga, apatiyaga moyil odamlar bu juda ham kuchli idealistlar. Ya'ni o'zi nimaga bu darajada kuchli depressiyaga tushadi odam? Haddan tashqari qanaqadir g'oyani ideallashtirib yuborishini hisobiga. Ideallashtirib yuborish qanchalik baland bo'lgan bo'lsa, bir vaqtlar depressiyaga chuqurroq tushish, ya'ni depressiyaga tushish chuqurligi shu darajada chuqurlashib boraveradi. Ya'ni eng nigilistlar deymiz-ku biz, hamma narsa ahamiyatsiz bo'lib qolgan, hayotga befarq bo'lib qolgan, yashash zavqini unutgan insonlar. O'sha eng chuqur nigilistlar aslida sobiq eng kuchli idealistlar deb bilaman.
qachonlardir juda kuchli ideal nigoh bilan hayotga qaraganligini hisobiga hozir shu ahvolga tushgan deb o'ylayman. Kafka ham xuddi shunaqa. U nafaqat u sevgiga nisbatan, yashashga nisbatan, oilaga nisbatan, ota-onaga nisbatan, buni o'sha evrilishda ham ko'ramiz. Oila munosabatlariga nisbatan, butun bir jamiyatga nisbatan ideal qarashlar, idealizmni kutgan, ya'ni ideal modellarni kutganni hisobiga ham shu darajada tushkun kayfiyatga tushib qolgan deb hisoblayman Kafkani. Nafaqat Kafkani, butun bir sizda depressiv kayfiyat uyg'otadigan ijodkorlar aslida eng kuchli idealist insonlar bo'lgan meni nazarimda. Mana shu javobni eshitib turib o'zim bir Raskolnikovni esladim, bir hali Nitsheni esladim, bir kinosida ko'rganda aynan shu narsani his qilgandim. Ya'ni unda juda kuchli ideal olam bor miyasida. Shunaqa. Aslida shunaqa bo'ladi. Ya'ni depressiyani ildizi bu ideallashtirish. Siz nimanidir ideallashtirganingiz hisobiga o'sha kutgan idealligingizni ololmaganingiz hisobiga sizda tushkunlik yoki o'sha depressiv kayfiyat kelib chiqadi. Mani tushunchamda shunaqa. Demak, bahsni kaliti qaysidir ma'noda o'sha kutilmalarni bo'lmasligi bo'lishi mumkinmi? Kutilmalarda va ideallashtirishda miyamizda ideallashtirib qo'yganimizni hisobiga kutamizda o'sha ideal formani, ideal modelni kutamiz hayotdan, insonlardan, jamiyatdan, sevgi tomonidan, ota-ona tomonidan, oila tomonidan kutiladi va kutilmalar o'zini oqlamagandan keyin mana shu holatga tushiladi. Tushunarli. Shu o'rinda yana bir qiziq savol kelgan. Shunaqa yozuvchilar haqida o'qib beraman. Aytaylik, Kafka, Kamyu va yana bir falsafiy yozuvchi, masalan Dostoyevskiy uchrashsa bir joyda, ular bir-biriga birinchi bo'lib qanday savol berishardi, nima haqida gaplashgan bo'lishardi deb bir noodatiy savol berganlar. Unga nima deysiz? Qanday javob berish mumkin? Barchasini o'sha Kamyuni ham, Dostoyevskiyni ham, Kafkani ham ular turlicha g'oyalarni ilgari surgan deb hisoblasak ham, uchalasini asarlarini markazida baribir insonni ko'ngli yotadi-da, inson ruhiyati yotadi. Inson ruhiyatidagi savollar yotadi. Faqat u savollar qaysi davrda, qanaqa jamiyatda tug'ilganligiga qarab har xil bo'ladi savollari. Lekin baribir butun bir nafaqat bu uchta ijodkor asarlarni markazida, butun bir adabiyotni markazida baribir insonni o'zi turadi, insonni ko'ngli turadi. Toki o'sha yer yuzida inson bor ekan, uni ruhiyatidagi hali aniq formulaga asoslanmagan, hali aniq yechimini topmagan, hali ichida juda ham ko'p savollari ko'p bo'lgan ruhiyat asosiy markazda turaveradi. Va mabodo ular uchrashib qolgan taqdirda ham, endi bu savolni umuman o'ylab ham ko'rmaganman va qanaqadir konkret javobga ham bormayman demoqchiman, lekin ular o'sha inson ruhiyati, insonni ko'ngli haqida baribir uchalasini shu narsa o'ylantirgan bo'lardi deb o'ylayman. O'zi noodatiy savol edi. Hozir men shuni bera turib o'zim o'ylab qoldim, qanday bo'lardi deb tasavvur qilyapman. Kafeda o'tiribdi, o'rtada hoynahoy Kamyu ikkalasini gapga solib o'tiribdi. Kafka ham Dostoyevskiy ham gapirgisi kelmaydi. Biz keyin Dostoyevskiy oxiri zerikib bir qimor o'ynaylikmi deb gap boshlab o'ylab qoldim. O'zi ular bir-biriga savol berishiga ham ishonmasdim. Agar ular uchrashadigan bo'lsa, bir-biriga savol berishiga ham ishonmasdim. Ya'ni bu ijodkorlar jamiyatdan, odamlardan javob kutadigan personaj demaylik, yozuvchilar bo'lmaganligi uchun ham bular shunaqa genial asarlar yarata olgan. Ya'ni ular odamlardan, agar jamiyatdan, mavjud odamdan javob kutolgan taqdirda ular asar yozib o'tirmasdi, o'sha odamlarni o'zidan javob qidirgan bo'lardi. Javobini bilib turadi-da, nima deyishni bilib turib, uni ham tushunadi, balki o'z qarashida ketaveradi.
Shuning uchun ham Shunaqa, shunday qilishimiz kerak. xuddi shunaqa. Xo'p, mana shu yerda asosiy savollar tugaydi. Endi man to'g'risi bundan ham ko'proq savollar so'rashgandi, lekin suhbat kayfiyati, ritmini ushlashga harakat qildim. Ya'ni Ah, bir u yoqdan, bir bu yoqdan o'sha qayta savol bo'lmasligi, tarjima bo'yicha ko'p savol berishgan, Kafka bo'yicha fikringizni so'rashgan, lekin o'sha aniq-aniq javoblar berilgani uchun hammasiga o'qib o'tirmadi. Lekin bu suhbat tugadi emas. Blitz savollar bor. Tezroq, qisqa. Xo'p. Hop. Blitzning birinchi qismidan boshlasak, tanlovli savollar bor. Mana bumi yoki bumi degan savollar. Ikkalasidan birini tanlashim kerak. Ha, shunaqa. Mana bu. Hop, birinchi savol. Kafka yoki Dostoyevskiy? Dostoyevskiy. Hozir Dostoyevskiy. Dostoyevskiy yoki Tolstoy? Sal to'liq javob bersa bo'ladimi? Aslida Albatta. solishtirishim noto'g'ri. O'zimni ham, boshqalarga ham. Endi bilmadim, boshqalarga demak solishtirish fikri keldimi? Demak solishtiradigan jihati bordir ularda. Menda yo'q shu narsa. Ayniqsa Kafka bilan Dostoyevskiyga nisbatan. Ikkalasi ikki xil dunyo. Bu xuddi hozir menga supurgimi, oshmi degandek savolda menga bu. Ya'ni ikkalasi ikki xil qutbdagi tushunchalar men uchun. Lekin agar chegaralangan vaqtim va chegaralangan kitob bo'lganda, hozirgi holatimda Dostoyevskiyning kitobini olib, o'sha chegaralangan vaqtimni o'tkazgan bo'lardim. Mana shunday savol edi. O'zim ham qandaydir nuqta qidirayotgandim. Dostoyevskiy bog'laysizmi, keyin Dostoyevskiy haqida qanday fikrdasiz, qanday kimlar o'qish kerak deb so'ramoqchi edim. Chunki bu oy shu muallifni tanladikda, o'sha muallifga. Dostoyevskiy haqida. Dostoyevskiy haqida. Hozir sizga bitta anaqa aytaman. Bitta fikrim, menda shunaqa fikr bo'lganda, Dostoyevskiyga ham juda bir berilib, yutoqib o'qib yurgan vaqtimda butun bir kitobxonlarni yoki bo'lmasam insoniyatda odamzodni Dostoyevskiy o'qiganlar va o'qimaganlarga ajratardim men. Ya'ni mabodo odamlarni toifalash imtiyozi berilgan bo'lganda, men shunaqa mezon asosida toifalardim degan fikr yashagan qachonlardir menda. Dostoyevskiy boya aytganimdek, agar ichkaridan ehtiyoj bo'lsa o'qilishi kerak bo'lgan ijodkor. Lekin Dostoyevskiyni o'qigan inson bilan bo'ladigan suhbatni Dostoyevskiyni umuman o'qimagan inson bilan bo'ladigan suhbatdan farqi men uchun juda ham katta. Men uni ichidan inson javoblar oladi, inson yashashi uchun modellar oladi, xulosalar yaratadi deya olmayman, lekin o'zi uchun boshqa bir hayotga qarash prizmasi borligini kashf qiladi. Ichkaringizni bir yangilab beradi. Ichkarida inqirozga uchrab turgan qanaqadir qadriyatlaringizni shundoq yakson qilib beradi-da, yangisini yaratib beradi. Shu narsaga ehtiyoj sezsa o'quvchi bir farog'lab qo'ysa bo'ladi. O'zi qanday bir adabiyotda qaysi bir asarlar bor, ular juda ko'p narsa o'rgatmasligi mumkin yoki deylik ilohiy kitob darajasidagi hammaga to'g'ri keladigan yoki o'rgatadigan kitob bo'lmasligi mumkin, lekin san'at darajasida ularni hayotda bir marta o'qimaslik qandaydir o'sha bizga o'xshagan odamlarga gunohdek tuyuladida. Shunaqa qarashim. Dostoyevskiy shunaqa men uchun, agar u tomondan qaraydigan bo'lsak, shunaqa ijodkorlar safiga kiritardim. Agar men mayli mana shu tomonlariga tayyorman, ichimda qanaqadir inqirozga uchrashiga, qadriyatlarim bir yangilanishiga, butun bir hayotimni yana bir qaytadan ko'rib chiqishga, ruhiyatimni yana bir taftish qilib chiqishga tayyorman, biror bir ijodkorni tavsiya qiling desa, mana shu ijodkorni tavsiya qilgan bo'lardim, so'ragan odamga, so'ragan insonga. Hammaga emas, lekin. Xo'p, Dostoyevskiy deylik. Dostoyevskiy yoki Tolstoy? Dostoyevskiy. Tolstoyga hurmatni saqlagan holatda. Bu ham xuddi shunaqa ikki xil qutb
shunchaki savollaridagi uyg'unlikka ko'rganligim uchun o'zimda. Mhm. Demak, yana bir ikkitasi bilan challenge qilsam ham baribir Dostoyevskiy ketadi. Endi hozir siz misol uchun Kafkani tarjimonidan so'radingiz-da uni. Kafkani ya'ni umumiy falsafasi, qarashlari jihatdan baribir yaqinroqda. Yo'q, men Tolstoyni ham yaxshi ko'raman. Men Tolstoyning Iqrornomasini juda ham yaxshi ko'rib o'qiganman. Meni shaxsiyatimni juda ham bir yangilab bergan Tolstoyning Iqrornomasi ham. Lekin keyinchalik bu tomonga, ya'ni Dostoyevskiyni savollari bor bo'lganda ichimda, ya'ni aktualligini saqlab qolganmanda. Balki haligacha shu aktualligini saqlab qolganligi uchun ham hozir men Dostoyevskiy deyotgandirman. Qachonlardir bu savollar o'zgarganda balki Dostoyevskiy javobi ham o'zgarar. Ha, mayli, bugun uchun eng yaxshi yozuvchi Dostoyevskiy deylikda. Keyingi savol: Camus yoki Nietzsche? Nietzscheni men ijodkor sifatida ko'rmayman. Men uchun faylasuf. Lekin bular ham ikki xil qutb, lekin men Nietzscheni ratsionalizmgagina asoslanib qolgan shaxs sifatida ko'raman-da. Ratsionalizm va mantiq har doim sizni muammolaringizni yechimi bo'lib kela olmasligi mumkin. Bekorga mana ratsionalizmni qarama qarshisi bo'lgan irratsionalizm bekorga mavjud emasda. Mana shu ikkalasi o'rtasida baribir balansni usha olsakkina bizda yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni hayotga qarashimiz, yashashimiz osonroq bo'ladi. Real hayotdagi muvozanatimizni mana shu ikkalasini balansi ushlab turadi deb o'ylayman. Nietzscheda bu narsa, ya'ni ratsionalizm kuchayib ketganligini hisobiga unga berilib ketish yoki bo'lmasam uni o'qiyotgan o'quvchi bu 100% haq ekan, bu hayotda faqat absolyut haqiqatlarni ko'rsatar ekan degan qarashdan o'zini saqlashini xohlardim. Ya'ni hech qanaqa absolyut haqiqat o'zi aslida mavjud emas va buni Nietzsche ham ko'rsata olgan deb qarash noto'g'ri. Shunchaki Nietzscheda haqiqatda ko'pchilik qochadigan, tan olishdan qo'rqadigan haqiqatlar borligini hisobiga biz uni 100% faqat to'g'ri gaplarni gapirar ekan, 100% bizni hayotimizga mos tushadigan gaplarni aytar ekan degan xulosaga ham borishimiz kerak emas. Lekin o'qisak foydali, yaxshi savollarni uyg'otadi ham. Hali idealizm haqida gaplashdik, xulosiga ham keldik. Komil inson ham bu bir ideallikda. Shuning uchun unga bog'lanib qolish xato bo'ladi. Shunaqa. Nima deysiz? Kafkani eng mashhur ikkita asari Jarayonmi yoki Evrilish? Raqamlashtira olmayman, lekin Evrilishni o'qigan odam va evrilishni tushungan va evrilishni yoqtirgan odam baribir jarayonga ham boradi. Jarayonni o'qiydi baribir. Jarayongacha bormasa, demak evrilishni tushunmagan deb o'ylayman. Evrilmagan. Ha, asari shunchaki Kafkani tanish uchun, balki tanish uchun emas, Kafka degan ijodkor borligini bilish uchun shunday ko'rib ketgan bo'lishi mumkin. Keyin yana bir fikrda mana. Bo'lmadi. Savol beryaptimiz? Uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Hozir mana bundan oldin komil inson degan tushunchani aytdik-ku. Komil inson o'sha klassik adabiyotda bir aktual bo'lganda, hozir misol uchun ideal inson, komil inson degan tushunchalar ham qaysidir joylarda, qanaqadir suhbatlarda uchrab qoladi. Misol uchun aynan meni fikrim bo'yicha ideal inson, komil inson degan tushuncha bu qanaqadir nuqsonlardan forig' bo'lgan, qanaqadir o'zini qarashlariga ega bo'lgan, illatlarini yo'qota olgan inson sifatida emas, aynan o'sha illatlarini yashab o'tgandan keyin o'zini qoidalarini yarata olgan, ya'ni jamiyat taqdim qilib turgan tayyor qoliplarni emas, o'zi yaratgan qadriyatlari asosida yashaydigan, xatolarini ham qilib ko'rgan va o'sha xatolarini keyingi hayoti uchun xatolardan foydalana olgan odam, ya'ni iztiroblari bor bo'lgan va iztiroblar asosida
xulosalariga kelgan, o'z yashash qadratiga ega bo'lgan inson deb o'ylayman. Ya'ni u nuqsonlardan forig' bo'ldi. Unda o'sha nuqsonlar borligi uchun ham va o'sha nuqsonlari bilan ham bu hayotda realizmda yashab kelayotgan bo'lsa, men uchun mana shu komil inson. Insondan real hayotda komillikni kutishimiz, boyagi Kafkaga o'xshab ideallikni kutishimiz ham o'zimizni zararimizga ishlaydi. U bilan konfliktimizga va o'zimizda bo'ladigan o'sha depressiv kayfiyatga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shunday. Men bugun xuddi mana shunaqa iqtibosni ko'rdim. Dostoyevskiyni iqtiboslarini inglizchada bitta joyda o'qiyotganimda u ham shuni aytyapti. Men o'zimni juda yengil his qildim. Qachonki hech qanday kutuvlar, hech narsani oldindan rejalashtirmaslikka o'zim bilan kelishganimdan keyin degan fikri. Xuddi shunaqa. Ha, misol uchun o'sha boya tepada aytib ketdingiz, Raskolnikovni timsolidagi o'sha o'zini vijdonini taniy olgan, vijdonni saqlab qolgan inson, ya'ni jinoyat qilgan holatida ham vijdonini ustun qilib qo'ya olgan odamlar deb o'ylayman-da. Ya'ni boshqacha holatdagi, faqat hech qanaqa kamchilik qilmaydigan, hech qanaqa xato qilmaydigan insonni mavjudligini o'zi noto'g'ri va inson bunga harakat qilishini o'zi yashashini qiyinlashtiradi. Ya'ni ruhiy tomondan demoqchiman. Faqat ideallikka intilishi, qachonki o'sha xato qilishga, ba'zi bir joylarda adashishga, ba'zi bir joylarda eng yuqorisi bo'lmaslikka o'zingizga ruxsat berganingizdan keyin o'sha Dostoyevskiy aytgandek yengillik va asosiy planda o'sha ruhiyatingiz bo'lishiga erishishingiz mumkin-da. Super. Tanlovli savollardan oxirgisiga keladigan bo'lsak, nima deb o'ylaysiz? Qanday asar sizga ma'qul? Tarjima variantmi yoki asl variant? Mavjud bo'lsa asliyat, lekin yo'q bo'lsa tarjima ham yaxshi variant. Xo'p, endi boshqa turdagi savollarga o'tamiz. Qisqa, lekin ba'zida noodatiy bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchisi, Kafka asarlaridan qaysi qahramonni choy yoki qahva ichishga taklif qilgan bo'lardingiz? Endi hammasida ham ismi yo'q-ku. Agar bo'lsa, sizda shunday qahramon. Nimaga taqlid qilgan dedingiz? O'sha joyini sal eshitmay qoldim. Taqlid emas, choy yoki qahva ichishga qaysi birini taklif qilgan bo'lardingiz? Taklif. Taklifni taqlid deb eshitibman. Menda agar bunaqa imkoniyat bo'lsa, Grigor Zamza bo'lsa kerak. Mana ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana ismi bor personajni tanladim-da. Boya aytganimdek, ismi yo'qligini hisobiga ham shaxsiyat sifatida miyangizda qolmaydi-da personajlar. Va hozir bu yoqda o'sha familiyasi, ismi borligi uchun ham boshqa personajlardan ko'ra, boshqa qahramonlardan ko'ra bir shaxsiyat sifatida qolib ketgan. Hozir meni miyamda shunaqa assotsiatsiya bo'lganligi uchun balki shunaqa javob berdim. Umid qilamanki, Zamzani hali tarakanga aylanmagan variantida ko'p ichayotgan bo'lasiz. Yana bitta ma'lumot, mana Kafka evrilish, o'sha metamorfoza deydi. Metamorfoza asari chiqqandan keyin nashriyotga qat'iy talab qo'ygan asarni, ya'ni kitobni ustiga hech qanaqa jonivorni rasmini chizmaylar, ya'ni jonivorni tasviri bo'lmasin degan talabni qo'ygan. Lekin o'sha noshirlar, muharrirlar asaridagi tasvirlar asosida baribir personaj o'sha tasvirni chizganni hisobiga ba'zilar o'sha suvarak deydi, ba'zilar go'ng qo'ng'iz deydi, ya'ni bitta qanaqadir tasvir bor. Lekin Kafkani o'zi xohlamagan odamlar ma'lum bir shakldagi jonivorni tasavvur qilishini xohlamagan. Ya'ni shu jihatdan ham bir hammaning o'zida alohida bir shakl bo'lsin, qanaqa jonivorligi haqida degan fikri bo'lgan aslida. Yangi ma'lum bo'ldi. Men nimani esladim, hali adashmasam Gabriel Garcia Marquez ham kinolarni ruxsat bermagan-ku. Kitoblarni kino bo'lishiga.
hamma o'zi deb, hamma kitobxon Qolib o'zi ketadi. kashf etsin deb. Ya'ni shu formatda, shu ko'rinishda odamlar xayolida qolib ketadi-da, u chegaralanadi. Tasvir bo'lmasa, yangi qanaqadir fikrlar, ya'ni shunchaki tasvirlasangiz, rasmini ko'rsatsangiz, shu rasmda ko'rgani bo'yicha shu 5 ta odamga ko'rsatsangiz, bitta tasvir qolaveradi, lekin rasmini ko'rsatmasdan faqat tasvirni bersangiz, 5 ta odam uni 5 xil tasavvur qiladi. Balki mana shuning uchun ham xohlamagandir. Ham to'g'ri. Endi bir haligi noodatiy savollardan, Aha. agar Kafka sizga faqat bitta jumla bilan javob bera olsa, nima deb so'rardingiz? Qanaqa savol berardingiz demoqchimisiz? Ha, Eng qizig'i, menda savol yo'q Kafkaga nisbatan. Bilmadim, men savol bermasdim menimcha. Savol bermagan bo'lardim va undan javob olishimga ham ishonmasdim. Shunaqa. reallikka ko'proq yaqin bo'ldi. Aha. Yana bir savol, tarjima qilmagan, hali o'zbek tilida bo'lmagan, lekin ammo albatta tarjima qilgingiz kelgan birorta kitob bormi? O'zi tarjima bo'lsangiz bo'lmasangiz ham. Kafkadanmi yoki umuman boshqa ijodkorlardan? Umumiy. Bor unaqalar. Hozir endi aynan muallif yoki asar nomlarini ayta olmayman. Badiiy asar emas, hozir ular badiiy asar emas. Boya aytganimdek, badiiy asarlarni mutolaasidan ozroq chekkaroqqa chiqib qolganman. Lekin o'zbek tiliga tarjima qilinishi kerak bo'lgan kitoblarimiz juda ham ko'p hali. Men uchun eng fundamental inson o'qishi kerak bo'lgan kitoblar, tarjima qilinishi kerak bo'lgan kitoblarni bilmadim, katta ehtimol bilan 5-10% ham hali tarjima qilinmagan bizga. Shunaqa. Endi oxirgi savol. Bir ikkita asarda, bir ikkita yozuvchida aytib o'tdingiz, ya'ni odamni hayotini qayta so'rtlashga, qayta ko'rib chiqishga majbur qiladigan mualliflar bor dedingiz. Endi savolimizni boshqacharoq qilamizda, aynan sizni hayotingizda, agar sir bo'lmasa, sizni boshqacha qarashga majbur qilgan 3 ta asarni ayta olasizmi? Qolganlar uchun qiziqdir. Xo'p, hozir bir eslab javob beraman. Kafka ular ichida bor albatta. O'sha Kafka boshqacha qarashga, yangitdan bir o'zimni taftish qilishga sabab bo'lgan ijodkorlardan bittasi u ham. Dostoyevskiy hikoyalaridan boshlangan. Dostoyevskiy 3 ta desangiz, hozir deyarli hamma asarlardan bir yangi tomchi bir insaytlar olganman-da. Keyinchalik o'sha shakllanishimga, shaxsiyatimga ta'sir qilgan baribir g'oyalar chiqqan har bir asardan hozir 3 taga bo'lishim ham noto'g'ri. Lekin ijodkorlardan o'sha Dostoyevskiyning o'zi, Kafkaning o'zi, boya aytganimdek, Iqrornoma, Tolstoy Iqrornomasi juda ta'sir qilgan. Keyin Sartrni asarlari juda bir miyamni yangilab tashlagan, yangi savollar uyg'otgan Sartrni o'zida. Yoki klassik adabiyotdan ham qanaqadir savollar chiqqan. Savollar deb bo'lmaydi ularni. Savol emas, qanaqadir klassikadan tasalli olishingiz mumkin-da. Ya'ni o'sha davrda ham deylik, o'sha 6-7 asr, 5-6 asr oldingi insonlarda ham meni hozir bezovta qilayotgan muammolar bo'lgan ekan deb qanaqadir tasalli ola olasiz klassikadan. Ya'ni ular ham menga bir yupanch deymizmi, tasalli bergan. Kichkina bir to'rtlikdan ham hozirgi zamonaviy yoki mustaqillik adabiyoti shoirlaridan bir to'rtliklardan ham qanaqadir fikrlar kelardi. 3 tada aytishim qiyin demoqchiman. 3 tada aytishim qiyin. German Gesselar yaxshigina ta'sir qilgan o'sha davrlarda. Chexov hikoyalarida ketardi. Cho'l bo'risi misol uchun yoki bo'lmasam Martin Idindan ham juda ko'p ancha ta'sirlanib yurganman. Ulardan ham ko'p savollar uyg'ongan. Hozir misol uchun shu aytganimdek 3 taga bo'lish qiyin-da. Men o'ylayman, o'sha ichkaringizdagi savol baribir o'zini ijodkorini topib oladi, o'sha asarini topib oladi, boradi o'shangacha. Va shu asar qo'lingizga tushib qoldimi va siz shu asarni oxirigacha
o'qishga o'zingizda kuch topdingizmi, demak shu asar ichida shu asar ichida siz savolingizga javob bo'ladigan nimadirlar bor. Shuning uchun siz misol uchun oxirigacha o'qiyapsiz. Bor-ku shunaqa asarlar, 2 betidan keyin yopib qo'yasiz, aniq bilasiz, siz buni ichidan nimadir ola olmaysiz. Sizga umuman teskari kitob yoki bo'lmasam g'oyaviy jihatdan begona kitob. Oxirigacha o'qiy olmasligingizni bilasiz, yopasiz. Oxirigacha o'qidingizmi, demak o'zingizda shu qanaqadir savollar bor. Shu 3 kitobning ichidan javob topsa bo'ladigan. Mening savolimda javobda 3 ta kutmaganim, ya'ni bu savoldan maqsad qaysidir ma'noda o'sha funksiyani ham bajardi. Deylik, kimdir kitobxon, deylik 1-2 yil bo'ldi. Endi yanada chuqurroq kirmoqchi adabiyotga, shunaqa falsafaga. Shularda siz aytgandek kimlarni o'qish mumkin degan javobga siz aytdingiz, Kamyuni aytdingiz, Dostoyevskiy, German Gershwinni aytdingiz, Herman Hessenni, Martin Edenni aytdingiz. Ya'ni qandaydir kimdir chuqurroq kirmoqchi bo'lsa, mana shu asarni sinab ko'rsa bo'ladi ma'nosidagi savol edi. Ha, o'zi shunaqangi bir bosqichga kelib qoladiki, o'sha o'quvchi asarga qarab emas, muallifga qarab o'qishni tanlaydi. Ana o'sha vaqtda shu muallifi qolgan asarlarini ham, garchi o'zbek tiliga tarjima qilinmagan bo'lsa ham, o'sha boshqa asarlarni ham qidirishga o'tadi. Keyin o'sha kitoblar ichida uni zamondoshlariga, g'oyadoshlariga fikrlari berib ketilgan bo'ladi mualliflari. Shunga qarab baribir o'sha zanjir holatida ulanib ketadi. Ya'ni u men o'ylayman, u tavsiya so'ramaydigan darajaga ham yetadi-da. Biladi nima xohlayotganini va uni qaysi muallifdan va qanaqa davrda yashagan mualliflardan topa olish mumkinligini ham biladi. Shunaqa bosqichga yetsa kerak deb o'ylayman o'quvchi. Ha, taxminan shunday. Aytgan narsangiz xuddi menda yaqinda bo'ldi. Doim Dostoyevskiy oldin haligi asosiy autor bo'lardi. Har qaysi kitobni o'qishga harakat qilardim. Bunaqasi hech uchramaganda, keyin yaqinda Kafkani, Murakamini bitta romani boshlandi. 3 kunda tugatdim. Keyin boshqa kitoblari, hikoyalari biz ulanib ketadi. Lekin o'sha oxirgi yillarimdagi eng tabiiy o'qish o'sha bo'ldi, eslay oladigan. Shunaqa, ya'ni zanjir holatida ulanib ketadi o'zi. Va siz har kimdan ham so'ramaysiz-da, va sizga sizni bilmasdan turib kitob tavsiya qilayotgan odam bu o'sha asarni mohiyatini tushunmagan odam deb o'ylayman men. Ya'ni duch kelgan odamga duch kelgan asarni yoki o'ziga yoqqan asarni tavsiya qilib ketirish bu juda ham endi ahmoqlik demaylik-ku, noto'g'ri narsa men uchun. Ya'ni siz sizdan tavsiya so'rayotgan o'quvchini qabul qilish etalonini bilmaysiz, qanchalik chegarada qabul qila olish darajasini bilmaysiz, dunyoqarashi qanaqa, uni qadriyatlari qanaqa bilmagan holatda tavsiya qilishingiz juda ham noo'rin. Umuman ba'zilar uchun kitob o'qish qiziq yoki kerakli jarayon bo'lmasligini qabul qilish ham xuddi shunga o'xshash narsadek bo'lsa kerak. Shunaqa. Men o'zimda ham fikr shunaqa. Hamma kitob o'qishi shart emas men uchun. Hammani dunyoni qabul qilish modeli har xil. Kimdir eshitib, kimdir podkastlar orqali, kimdir audio orqali, kimdir vizual holatda kinolar orqali qabul qiladi. Kimda qaysi biri qanaqa qulay holatda ketayotgan bo'lsa, kim qanaqa tiplardan messej ola olayotgan bo'lsa, o'shani tanlash kerak. Bizda kitobxonlik ham juda bir to'g'ri holatda propaganda qilinadi deb o'ylamayman. Ya'ni u hammaga mos tushadigan dunyoni anglash shakli emasdir balki. Hammaga kerakli bo'lgan jarayon emasdir balki. Ya'ni majburlash ham noto'g'ridir. Unga shunchaki misol uchun deylik, bolaga taklif holatida kiritish kerakdir, majburiyat holatida emas. Mana bunaqa kitobdan o'rgansang ham bo'ladi yoki bunaqa variantlari ham bor. Shunchaki bu variant sal ishonchsizroq, bu variant ishonchliroq holatida. Shunga bog'liq men yaqinda yaxshi o'xshatish ko'rgandim. Unda faqat kontekst boshqacharoq. Unda bizda ko'pchilik turk yengil adabiyotni tanqid qilishadi-ku, o'qib berishadi bunaqa yengil kitoblarni deb. Keyin unga javoban o'sha
javob aytilyapti. Kitob bu bir mahsulotdek narsa. Sani hech qanaqa haqqing yo'q. Kim o'sha mahsulotni nima uchun olyapti, qanchaga olyapti, nega uchun olyapti. U kiyiladigan yoki yeyiladigan boshqa mahsulotdek mahsulotning bir turi deganda yaxshi gapirgan. Har kim ehtiyojiga yarasha tanlab olaveradi, qaysi adabiyot yoki qanaqa media shakli bo'lishidan qat'iy nazar. Shunaqa. Menimcha shu yerda tekin intihoga yaqinlashgan bo'ladi. Manimcha suhbat yomon o'tmadi. Ancha man yengil his qildim o'zimni va savollarimga ham ko'piga o'zim shaxsan javob topdim. Sizga ham rahmat aytmoqchi edim suhbatda qatnashganingiz uchun, rad etmaganingiz uchun va umid qilamanki o'sha eng oxirgi sizni adabiyot olimi bilan bog'lab turgan narsa o'sha kartka bo'lgan bo'lsa, bugun yana o'shani eslab, yana keyinchalik tarjimolikkami yoki o'sha shoirlikka qaytarsiz. Chunki nimangizni ham o'qiganman, o'sha Xurshid Davron kutubxonasida she'rlaringizni o'qib chiqqandim. Mana shu tayyorlanishimda menga yoqqandi she'rlaringiz. Umid qilaman yana qaytasiz. Rahmat, xursandman judayam. Rahmat kattakon taklif uchun. Eslab siz aytgandek avvalgi jarayonlarni yana bir yashaganligim uchun, yana bir eslaganligim uchun o'zim uchun ham juda yoqimli bo'ldi. Kafkaga qiziqayotganlar borligidan xursand bo'ldim. Hali savollari borligidan, dunyoga berayotgan savollari borligidan, ya'ni shunaqa insonlar mavjudligidan xursandman. Rahmat kattakon. Rahmat Navro'z opa, keyin aytgancha bitta bizda rasmiy ishimiz bor edi. Uni suhbat tugagandan keyin mana shu eshitgan savollaringizdan qaysi biri sizga yoqqan bo'lsa, o'sha qaysi birini haliyam eslay olsangiz, o'sha bittasini, ikkitasini aytsangiz, biz ularga keyin kitob sovg'a qilardik. Agar muallifi man bo'lmasam, agar man bo'lsam, o'sha birorta yaxshisiga beraman. Tushunarli. Buni hozir aytishim kerakmi? Yo'q, chat tugagandan keyin biroz o'ylab, chunki ko'p charchagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, men savollarni yana bir eslab, shunga qarab ajratib analiz qilib yozaman albatta. Rahmat Navro'z opa, men chatni tugatdim. Sog' bo'ling, rahmat kattakon.